Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyna Sahih Bukhari namlı kitabındaki dersimizin tamamında ilim hakkındaki kitabın tüvendeki babını okuyumuz. Bu babda öz yaxtılmaydıgan işlerini köge vaxtıda ustaz vəz nəsihət qılğandı bolsun, yak təlim tərbiyə okutuş işləri ilə şoğullanğan iş bolsun. Açıqlanış, qəzəbliniş haqqındaki bab. Yani gazeplenip bulamdı, bulmamdı diye yolsunda. Yani bu gazepleniş diyen böyle bir adamın mesela açık yerge vaxtıda ama şu kalpteki kanının kaynağını altını bildirdi. Hem de tünügenki babla bu babnenki kanda münasibeti var. Mesela tünügenki bablarda İmam Bukhari rahmetullahi aleyh ilimde nöbetleniş, ügünüş için de nöbetlenip başkalarıyla olmuş durup ilmini hakkında kızıktırış elip bağlan. Lakin bugünkü hadiste, bugünkü bu babda bazı təlim tərbiyə işlərdə açıqlanışının yolluk ekanligini bildirib atdı. Bu babda hem de ikisininki münasibeti öğrengüchilerde bulunğan sübetler, yarışməllik, bazı ustazların açığını keltirdiğan aletler, bu karakterler oquvchilarda, öğrengüchilerde bulunğan sübetler boğaçqa ikisi bir-biriga bağlıq deb qaralgan. Şunun üçün 90-cı bu hadisdə bizge Muhammed ibn Kesir hadis sözləb bəgən edi deydi İmam Bukhari rahmetullahi aleyh. Bu kişi Muhammed ibn Kesir el-Abdi namı ilə məşhur. Öz Bəsirdə yaşayan. Bu kişininki Süleyman ibn Kesir deyilən bir oqsi var. Bu şu dövrdə ait büyük kat ulemalardı. Undaqda bu bunda muhaddislə ulemalar ailəsindən değişik oldu. Bu kişinin ustadları mesela Oks Süleyman, Şu'be, Sübyan-ı Sevri qatarlıqlar. Şagirdleri mesela İmam Bukhari, Ebu Davud. Bunlar bu adamın yutuk şagirdleri oldu. Ulemalar bu kişi baha bəgə vaxtıda baha her xil bolğan. Mesela bəzəli rastiyel degan. Amma Yahya ibn Ma'in bu işençlik emas, onun hadisini yazmaqlar degan bahalandı bəgən. Bu kişi 223-cü ilə 90 yaşında ölüp ketken. Ama başka bir kısım muhaddisler mesela Ebu Yahya Saci'ler mesela rastcil, işencilik edemde bu diyen bahalandı belgen. Ama ulemalar Yahya ibn Ma'in'deki bu adamını eyüpligen, acizrak, işencilik emez diyen sözleri kartta malum bir aşkulluk tüpeyilden buluşu mümkün. Mesela yaktığımıgan vakıza tüpeyildi vallahi alem. Ama Muhammed ibn Kesir özüne ait duruz, adem, deb başka ulemalar buna reddiye bəgə. Şuna İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bir yerde hadisini etkilep kubul kılgan boluşu mümkün. Bu adam deydi bizge Sübyan haber bəgən idi deydi. Bu Sübyan-ı Sevri neç kıtım öttü. Bu adam hem de İbn Ebi Halid'di nedis rivayet kıladı. İbn Ebi Halid İsmail ibn Ebi Halid el-Beceli özü tabi'in. Tahhan, yaki Mizan namıyla meşhur. Ne çıkıntım öttü boğay. Bu Tahhan degene bu tügmenci degen boldu. Bu ulemalarınki belki muş kesip bilen şoğullanğan adam boluş mümkün. Özü kiçik tabi'illah qatarda sanıldığan en devirdeki büyüklerden, muhaddislerden. Çünkü bu adam özünki en devirde Süleyman ibn A'meş bilen birge ten qatarda sanıldığan Kufi'nin muhaddisleri qatarda sanalgan. Endi bu zat Qays ibn Abi Hazim'den hadis rivayet kıladı. Bu kişininki tercümalı başta öttü. Bu kişi Abi Mes'ud el-Ensari'din hadis rivayet kıladı. Abi Mes'ud el-Ensari Uqbat ibn Amr el-Ensari öz Hazraj kabilesinden Ensari'lanın. Bu kişinin tercümalı öttü. Bu adam deydi o bir ahvalını bayan kılıbatı da bir boğan işine, ceryanını. Bu adam deydi o bir adam dedi ki ya Resulallah falani namazına ait uzun okuğaçqa ben namazı katnışamayma ya keçkip kalıma cemaat namazdan dep şundaq dedi. Peygamberimizinki şu günüdek bir açıqlap baqqanlığını vəz nəsihət qılğanda körəp baxmagan edim dedi bu kişi sahabe. Şu jarayanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degen idi dedi. Ey halayıq sizlerinin içinlarda başka cemaatlerini hükütüp koyduk Allah'a bakken. Kişiler namaz okup imam boğağı vaxtınlarda yengil okup biranlar kişilerge. Onların içinde kesel, aciz,
hojatman, oldiradigan bunda odamlarmi bor deb payg'ambarimiz shu so'zni qilgan. Lekin bu so'zni qilganda nihoyatda ochiqlagan qiyofatda degan. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'p holda ochiqlanmaydi. Faqat ochiqlanish avvali Allohniki haqqi, hurmati tajovuzga uchragan vaqtida yoki tabiiy, badiiy ishlar, masalan, to'sqinlik uchragan vaqtida kishilarniki tabiiy turmushdagi muhim ishlar to'sqinlik uchragan vaqtida Rasululloh ochiqlaydi. Bu hadisdan nurg'un mazmunlar bor so'zlashtirib. Masalan, davomli odatda namoz uzun o'qiydigan odamlar bo'lib qolsa, buningdan bu jamoat namoziga qatnashmasa bo'ldi degan mazmunlar chiqadi. Masalan, bu Imom Navaviyniki ko'z qarashi. Ondan başqa masalan, imomga yoki qoziga shikoyat nuqtasidan falon bunday qildi deb arz qilsa bu bo'ladi. Bu muhim hamda. Yani birisi dinda nihoyat muhim deb qaralgan asosli gavdalik ishlarni ko'rgan vaqtida inkor qilib ochiqlisi bu bo'ladi degan bo'ldi. Endi 91-numurlik bu hadisda bizga Abdullah ibn Muhammad hadis so'zlab bergan edi dedi Imom Buxoriy. Bu hadismi boshidagi hadis bilan vaznesatdiki bunda ochiqlanish nuqtasida bir yerga kelalaydi bu hadis. Hamda Abdullah ibn Muhammad Abu Ja'far al-Musnadi nomidan mashhur. Imom Buxoriyning buyuk ustozlaridan boshda o'tdi bu odam. Bu odam deydi bizga Abdulmalik ibn Amr al-Aqadi hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu odam deydi bizga Sulaymon ibn Bilal al-Madini hadis so'zlab bergan edi deydi. Bularniki tercümali başta öttü herhalde. Yani bu adam da Medini deyişte, bu adam ras Medinlik miydi, nelikti deb ixtilaf qilib qolgan. Lekin Imom Buxoriy rahmetullahi alayh bu nayetde güzel bir ibaretni berganda bizga. Agar bir odam Medini bo'lsa, bu odam aş Medinada tug'an, shu yerda yashagan odamlarni ko'rsatadi. Boshqa tildan kelib degandek. Ama bir adamni palani medeni degan nisbat berilgan vaqtida u odam tigi ash Madinalik, ammo boshqa yurtda ko'chib yashagan degan ma'noni bildirdi. Deb shundoq degan. Undaqda bu odam shu Madinada yashagan olim ekan, Sulaymon ibn Bilal. Ammo bu yuqoridagi raviylarning hammasiniki tarjimali o'tdi. Bu kishi Rabi'at ibn Abdurrahmondan hadis rivoyat qilyapti. Hamda Rabi'at ibn Abdurrahmon Rabi'atur Ra'i nomi bilan mashhur. Imom Malikning ustozi necha qatim o'tdi. Bu odam Yazid degan kishidan hadis rivoyat qilyapti. Bu kishi Munba'is degan kishiniki ozodgardisi ekan. Yazid degan kishi. Bu tabiin. Nimishqa degan vaqtda masalan Zayd ibn Xolid, Abu Hurayra qatorliq sahobalardan hadis rivoyat qilgan bu odam o'zi ishonchlik deb baho berilgan. Ölüp ketgan vaqti Hijriya 91-yili. Tug'ilgan yerini belgilanmaydi, ammo yashagan joyi Arab yarim orolining Hijaz, Madina Munawvar qatorliq mashhur shaharlarda yashagan. Bu kishi hamda Zayd ibn Xolid al-Juhani degan rivoyat qilyapti. Juhani degandikilar bu arablarniki shu Juhayna qabilasidan ekanligi kelib chiqdi. Bu odam payg'ambarimizniki buyuk sahobalardan. Mekke fethisi bo'lgan kunsa 10 ming sahoba qatnashgan Mekke fethisiga urushqa. Shu vaqtda har bir qabilaning ayrim bayrog'i bo'lgan. Shu Juhayna qabilasiniki bayrog'ini Zayd ibn Xolid ko'targan. Bu siyosiy jihatdagi muhim ish izlari bu odamning. Ammo ilmiy jihatdan bu odam 81 dona hadisni payg'ambar sollallohu nomidan rivoyat qilgan. Imom Buxoriy bu odamniki 5 hadisni rivoyat qilgan. Oxirgi mazgillarda o'zi ko'pida yashab, shu ko'pida o'lib ketgan bu odam. Ammo bir qism olimlar Madinada o'lib ketgan, ba'zilar Misrda debdi. Ammo ko'pida o'lib ketganligi bakrak kuchliroq. Endi bu zotning deyishicha payg'ambar alayhisolatu vassalamdan bir odam o'sha tushib qolgan mol dunyo haqida savol so'radi. Tushib qolgan mol dunyo, bir hamyon masalan, ochliq degandek. Payg'ambar alayhisolatu vassalam uning sho'ynisini tonot dedi. Uning qanday sho'ynisi bor, belgisini tonot dedi. Yoki debdi bu yerda rivoyat qilgan odam shak qilyapti. Shu mol qochlangan qochquchini, uningki eg'izni tonot dedi. Masalan, kup bo'lsa, kupning og'zini degandek.
Felsefe degan egze. Anda onu bir yıl tonot dedi. Bir yıldan keyin, andan keyin onun bilan foydalangan dedi. Ana bu tontish jihatda ulamalar xilma-xil ko'z qarashlarni o'tirib qo'ygan. Masalan, ba'zilar har hafta, har oyda shu tontudu degan. Ayni vaqtlarda hamda bundaq mol bir narsa tepilgan vaqtida bir shaharda yoki yer qishloqlarda odam o'lishadigan bozor bo'ladi, haftalik bozorlar. Shu bozorda yoki jumaldan keyin odam o'lashgan bozorlarda shu mol manda narsa tepib oldim deb molni sutini bayon qilib tontudigan avvallar mavjud. Ama bugün günkü gelgen vaxtıda bu nəhayət asan bulup getdi. Mesela Facebook, Twitter, türlük alaqılış kurallar arqılıq, gazet, jurnal degəndək müştə nəslərdə tontup qıysa bu yolluq buludu. Əgər onun egisi kep qalsa şu arlıqda, onun egisiga qaytırıb bəgin de Peygamberimiz bu cevabını verdi. Ama ölüm alam bir yıl ötkəndən keyin egisi gəlgən boz qanda qılıdı. Degen de bir kısım ulamalar deydi. Bunu hem de özü bir taraf kılıp yiversi boludu. Egiz kelişimi deydi. Bu bir kısım muhaddislerin karşı bu lekin acizrak. Ama bir kısım ulamalar bunu qazi öz bir taraf koydu. Qazininki meseleni hal qilish çağrısı koyup birmez deydi. Bu qarash bekrek kuchish geldi. Ama mush jarayonda aşınki tipivaga malga chiqim ketadigan mesela. Hozirgidek mesela to'natqilarni saqlaydigan mollar bo'lib qolishi mumkin. To'qning chiqimi deymiz, yoki omborning chiqimi deymiz, yoki shu bir narsa yeydigan hayvonotlar bo'lishi mumkin, uning chiqimi deymiz. Bu kim to'laydi degan vaqtda albatta cho'qim shu keyingi mezgilda shu qaytarilgan asl egisi to'laydi. To'lab, undan qaytarib ekitadi. Lekin shu uningdan burun bu bal buzilib ketmaslik uchun tipivaga adam shuningga sarfiyatni chiqim qilib saqlash aş adamniki üstü yüklengen mecburiyet. Yana sual soğuğa adam, yana sual sorab, bundan izip qalğan tögüləni ço. Degendikin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin yaman açıq kelip, hatta iki məңizi qızırıp ketdi deydi. Yoki özü qızırıp ketdi deydi şu arlıqda. Peygamberimiz açıqlanan haltı bundaq dedi. Nim boptu sana o tögüge? O tögünün suyu ba, mağadigan putu ba, Su kelip içido, darak ol buldun yeydo, koyup koy onunla karın bulmuşsun. Akin egisi bilen uçtuş boladı, egisi tep boladı. Dep şundaq dedi. Bu yerda siqauha va hidauha degan bunun tulumu va, oyığı va degan gap esli bu. Bu seferga chiqardim, bir tulumu su alıdı. Yaxshi puxta, mazmut oyoqlarni kiydi. Bu orqali kinoya qilyapti. Yani bir musafirga o'qishtyapti bu tugini. Özünün işini öz qılalaydı bu dep. Hem de bu yoğan hem de bu tögüle özüne beğensilen bir kısım yırtık hayvanlardan qoğdayalaydı bu peytlerde mesela adır şunda. Mesela qaçığı, bürküt degендek. Ondan başka bu İslamiyet'teki desapkı devirlere Arap yarım aralığına ait kengri hemme de özünki tögülerini koyup birip otlu tutu yayda kıldı. Çölle de. Şuna bu mesela beqlivatkan tögülen boluşu mümkün. Egisi jiraqılda turib atqan. Jutib ketgan tögülen buni aralashtirib tutib qolishi mumkin. Shu sababdan Rasululloh bu yerda ochiqlab, uni nima qilsa, uni qo'yib egisininki deb bu jihatdan degan bo'lishi mumkin. Ham islomiyatning dastlabki davrlarida o'g'ri, qaroqchi bo'li yo'q u mezgillarda. Omonatdor kishilar balkim shu nuqtadan qo'yib degan bo'lishi mumkin. Ammo Osmon ibn Affonniki davri kelgan vaqtida jutib ketgan tögülerini tepilishni, uni tutib saqlab egisiga qaytarib berishni buyurgan bu adam. Bu holatga xilof holatida nima degan vaqtda bu shu davrdagi siyosiy maslahat, manfaat tufaylidan, siyosiy nizom tufaylidan. Nima deganda kishilar masalan keyingi davrlarda o'g'ir qaroqchilar ko'payib ketdi. Xalqning omonligi muhim, intizom muhim. Şuna bunda meselelerde umum xalqniki menfaatini asas qilgan ahvol ostida shar'iy siyoset nuqtasidan ish bajarganimi afzal. Hamda ulamalar shu bir narsa yo'lda tepib olgan bo'lsa, shuni ilish qandoq degan masalada xilma-xil fikrlarni bergan bir qism ulamalar uni ilib tontish maqsadida olsa bu durust, mustahab debdi. Ba'zilar vojib odamniki elib shuni
tontuşu depdi. Əzəllər yəni anmasıq kerak, anmagan yaxşı degan qarashlarni qilgan. Eng yaxshisi buni hamda shu tontish maqsadi bo'lsa, o'zining qalbidan, nafsida o'zidan amin bo'la olsa, yevitishdan o'zini saqlay olsa, bu odamniki shu ililish yaxshi. Agar sal nafsining kendine kirib ketib ashulab qolsa, qo'yib qo'ygan yaxshi deb. Bu qarash bakrak kuchlik bu yerda. Ama bu adam amma ketib qolsa, bu mesela buzilib ketadigan, yo'qolib ketadigan avval bo'lib qolsa, buni elib to'ntib egisiga tapqan qadar bersa, buni ajrlik yaxshi bu hamda. Savol so'ragan adam yana debdi. Ular yutib ketgan qo'ychi ya Rasululloh debdikan payg'ambarimiz, o sening ya boshqa bir birodaringning yoki bo'rining haqqi deb shunday degan. Demak bu yirtqich hayvonlar tezlam o'lab ketalaydigan bunday kichik tipdagi turdagi hayvonlarni tutib, sen uni o'zingda foydalansang bo'ladi, yoki boshqa odamlar foydalanishi mumkin deb payg'ambarimiz bundan ruxsat qilgan hamda. Ma'lumda yutib ketgan narsani tepilish haqida men kichikroq bir hikmatni deb o'tay. Bularni biz diqqat qilish tegishli muhim nuqta. Biz yoshlarimiz, kichik o'smir bolalar degandek. Meniki bir tog'am bati naytibek notiq bir adam edi. O'zi salafi ahli sunniylardan, dastlabki ahli sunniy aqidasi yashagan shu yezni tuzash jarayonida ko'p sunnat qaytish haqida ko'p jafo chekkan, ko'p aziyatlarga uchragan tog'amdi. Hozir turmada, Urumchi turmada deb anladim. Endi uzun muddat kesayotganda. 90-yilning o'ttirlarida bir bundaq bir voqea bo'lib ketganda, men boshqa bir odam boshqalar deb turibdi-da, tog'amni ko'rib, qo'shilib ketib, tog'amni ko'rib deb turibdi. Bir voqealik sizlarga deb beraman, ben qo'shib ketgandim hayotimda cho'ng bir. Men bir kola satgandim dedi bu odam. Kola setib shu vaqtda 2400 yuan pul ekanimda. Bu pul tog'amga uchrab qolibdi-da, shu kolni setib chiqqandan keyin yo'lda ketib olsa bozorda. Bu pul tog'amga uchrab qolibdi. Bu pulni yerdan elib tog'am bu sanab yanchiqqa sep qo'yapti. Selib yo'lda ketib olsa, u odamlar ashulaqa aloqizat bo'lgan holatda bir pul ko'rdingmi deb izlayotgan. Sonra tog'am qancha pul deb so'rasa, bu odam debdiki, bu 2400 yuan pul deb. Lekin tog'amdan tepib olgan pul ozda undan, ozlan pulga. Shundan unda bir qaylab qo'yganlar yo'lga, belki tepilib qolishi mumkin debdi, ketibdi. Ketib, yana bir bozor yapsa, pulingni topa oldingmi desa, pulimni topdim, ammo lekin ozgan desa, nech pulkan desa, bu mancha pulni topdim deb. Chunki bu pul ikkiga bo'linib chiqib qolibdi. Bir bo'lkini shu yo'ldan tepdi odam berib, dastlabda tushirib qo'ygan yerdan bir bo'lkini topolmabdi. Bir bo'lkini tog'am elib yanchiqqa sep qo'ygan ekan. Shundan bilan nech pul tepib olding, nech pul uchratding desa, mancha pul desa, yanchiqdan pulni elib, kimi bu mani sog'in. Agar men sana shu kunsa mancha pul tepib oldim deb bergan bo'lsam, sen pulingning kimini topolmay mendan gumon qilishing mumkin. Shunga men shu kunsa pulingni bermagandim deb tog'amning shunday tushunch berganligini anglagan. Demak bu cho'qim pul tepib olgan vaqtida sanab boshqadan so'rgan vaqtida nech pul deb so'rgani afzal. Gumonga shubhaga qolmaslik uchun. Endi 91-numurlik bu hadisda bizga Abdullah ibn Muhammad hadis so'zlab bergan edi dedi Imom Buxoriy. Bu hadismi boshidagi hadis bilan va'z nasihatdagi bunda ochiqlanish nuqtasida bir yerga kelalaydi bu hadis. Endi Abdullah ibn Muhammad Abu Ja'far al-Musnadi nomi bilan mashhur. İmam Buxoriyning buyuk ustozlaridan boshda o'tdi bu odam. Bu odam deydi bizga Abdulmalik ibn Amr al-Aqadi hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu adam deydi bizga Sulaymon ibn Bilal al-Madini hadis so'zlab bergan edi deydi. Bularniki tarjimali boshda o'tdi herhalde. Bu adamni Madini deyishda
bu adam ras medinlikmidi, nälikdi dep ixtilop qilib qolgan. Lekin Imam Buxoriy rahmatullohi alayh bu naytdi güzel bir ibaretni berganda bizga. Agar bir odam medini bo'lsa, bu odam aş Medinada tug'an, shu yerda yashagan odamlarni ko'rsatadi. Boshqa tildan kelib degandek. Ammo bir odamni palani madaniy degan nisbat berilgan vaqtida u odam tiga aş Medinalik, ammo boshqa yurtda ko'chib yashagan degan ma'noni bildirdi. Deb shundoq degan. Undaqda bu odam shu Medinada yashagan olimkanda Sulaymon ibn Bilal. Ammo bu yuqoridagi raviylarning hammasiga tarjima o'tdi. Bu kishi Rabi'at ibn Abdurrahmondan hadis rivoyat qilyapti. Hamda Rabi'at ibn Abdurrahmon Rabi'atur Ra'i nomi bilan mashhur. Imom Malikning ustozi necha qatim o'tdi. Bu odam Yazid degan kishidan hadis rivoyat qilyapti. Bu kishi Munba'is degan kishiniki ozodgardisi ekan. Yazid degan kishi. Bu tabiin. Nimishqa degan vaqtda mesela Zayd ibn Xolid, Abu Hurayra qatorliq sahobalardan hadis rivoyat qilgan bu odam o'zi ishonchlik deb baho berilgan. O'lib ketgan vaqti Hijriya 91-yili. Tug'ilgan yerini belgilanmaydi, ammo yashagan joyi Arab yarim orolining Hijaz, Madina Munawvar qatorliq mashhur shaharlarda yashagan. Bu kishi hamda Zayd ibn Xolid al-Juhani degan hadis rivoyat qilyapti. Juhani degandikilar bu Araplarniki mushu Juhayna qabilasidan ekanligi kelib chiqdi. Bu odam payg'ambarimizniki buyuk sahobalardan. Makka fathisi bo'lgan kunsa 10 ming sahoba qatnashgan Makka fathisi urushqa. Shu vaqtda har bir qabilaning ayrim bayrog'i bo'lgan. Mushu Juhayna qabilasiniki bayrog'ini Zayd ibn Xolid ko'targan. Bu siyosiy jihatdagi muhim izlari bu odamning. Ama ilmi jihatdan bu adam 81 tane hadisni Peygamber sallamniki nomidan rivoyat qilgan. Imom Buxoriy bu odamniki 5 hadisni rivoyat qilgan. Oxirgi mazgillarda o'zi Ko'pida yashab, shu Ko'pida o'lib ketgan bu odam. Ammo bir qism olimlar Madinada o'lib ketgan, ba'zilar Misrda debdi. Ammo Ko'pida o'lib ketganligi bakrak kuchliroq. Endi bu zotning deyishicha Payg'ambar alayhisolatu vassalamdan bir adam o'sha tushib qolgan mol dunyo haqida savol so'radi. Tushib qolgan mol dunyo, bir hamyon masalanchu, ochliq deganda. Payg'ambar alayhisolatu vasallam uning sho'ynisini tonot dedi. Uning qanday sho'ynisi va belgisini tonot dedi. Yoki debdi bu yerda rivoyat qilgan odam shak qilyapti. Shu mol qochlangan qochquchini, uningki eg'izni tonot dedi. Mesela küp olsa küpün ağzına degandek. Fasaha degan eg'iza. Anda onu bir yil tonot dedi. Bir yildan keyin, ondan keyin uning bilan foydalangan dedi. Ana bu tontish jihatda ulamolar xil ko'z qarashlarni olib turib qo'ygan. Masalan, ba'zilar har hafta, har oyda şu tontudu degan. Ayni vaqtlarda hamda bundaq mol bir narsa tepilgan vaqtida bir shaharda yoki yer qishloqlarda odam o'lishgan bozor bo'ladi, haftalik bozorlar. Shu bozorda yoki jumaldan keyin odam o'lashgan bozorlarda shu mol manda narsa tepib oldim deb molning sutini bayon qilib tontadigan avvallar mavjud. Ammo bugun kunga kelgan vaqtida bu nihoyat oson bo'lib ketdi. Masalan, Facebook, Twitter, turli aloqalash qurollar orqali gazet, jurnal degandek mushtar narsalarda to'ntib qilsa bu yo'lliq bo'ladi. Agar uning egisi kelib qolsa shu oraliqda, uning egisiga qaytirib bergin deb payg'ambarimiz bu javobni berdi. Ammo ulamolar bir yil o'tgandan keyin egisi kelgan bo'lsa qanday qiladi deganda bir qism ulamolar deydi. Buni ham o'zi bir taraf qilib yeyversa bo'ladi. Egisi kelishimi deydi. Bu bir qism muhaddislarning qarashi, bu lekin ojizroq. Ammo bir qism ulamolar buni qozi o'zi bir taraf qilib qo'ydi. Qoziniki masalani hal qilish chorasi qo'yib bermadi. Bu qarash bakrak kuchish keldi. Ammo mush jarayonda ashniki tepib olgan molga chiqim ketadigan masalan, hozirgidek masalan to'nat qiladi saqlaydigan mollar bo'lib qolishi mumkin. To'qning chiqimi deymiz, yoki omborning chiqimi deymiz, yoki shu bir narsa yeydigan hayvonotlar bo'lishi mumkin, uning chiqimi deymiz. Bu kim to'laydi degan vaqtda albatta cho'qim shu keyingi mezgilda shu qaytarilgan asl egisi to'laydi.
Төлep, andan qaytırıp ekitidi. Lekin uningdan burun bu balon buzilib ketmaslik uchun tipivaga adam shuningga sarfiyatni chiqim qilib saqlash ash odamniki ustiga yuklangan majburiyat. Yana savol so'rgan adam yana savol so'rab, undan ezib qolgan tugilanicho degandan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yomon ochiq kelib, hatto ikki mang'izi qizirib ketdi deydi yoki o'zi qizirib ketdi deydi shu orliqda. Peygamberimiz ochiqlangan holatda bundoq dedi. Nim bo'pti sana o tugiga? O tugining suyi bor, mangadigan puti bor. Suv kelib ichidi, daraxt ol bo'ldin yeydi. Qo'yib qo'y, uningdan karing bo'lmasin. Keyin egisi bilan uchish bo'ladi, egisi tepib oladi deb shundoq dedi. Bu yerda siqauha va hidauha degan uning tulumi va oyig'i va degan gap asli bu. Bir safarga chiqardim, bir tulumga suv oladi. Yaxshi puxta mazmut oyoqlarni kiydi. Bu orqali kinoya qilyapti. Ya'ni bir musofirga o'xshatyapti bu tugini. O'zining ishini o'zi qila oladi bu deb. Endi bu yo'g'on hamda bu tugilar o'zi ba'zidan bir qism yirtqich hayvonlardan qo'g'diya oladi bu paytlarda, masalan, adir shundoq. Masalan, qochig'i, burkut degandek. Ondan boshqa bu islomiyatdagi dastlabki davrlari Arab yerim orluna ait kengri hammada o'ziniki tuglarni qo'yib berib o'tlatdi yaylaqilda. Cho'llada. Shunga bu masalan biqilayotgan tuglar bo'lishi mumkin. Egisi jiraqilda turayotgan. Yutib ketgan tuglar buni oralashtirib tutib qolishi mumkin. Shu sababdan Rasululloh bu yerda ochiqlab, uni nima qilsa, uni qo'yib egisininki deb bu jihatdan degan bo'lishi mumkin. Ham islomiyatning dastlabki davrlarida o'g'ri, qaroqchi bo'li yo'q u mezgillarda. Omonatdor kishilar balki shu nuqtadan qo'yib degan bo'lishi mumkin. Ammo Osmon ibn Affonniki davri kelgan vaqtida yutib ketgan tuglarni tepib olishni, uni tutib saqlab egisiga qaytarib berishni buyurgan bu odam. Bu holatga xilof holatida nima degan vaqtda bu shu davrdagi siyosiy maslahat, manfaat tufaylidan, siyosiy nizom tufaylidan. Nima deganda kishilar masalan keyingi davrlarda o'g'ir qaroqchilar ko'payib ketdi. Xalqning omonligi muhim, intizom muhim. Shunga bunday masalalarda umum xalqniki manfaatini asos qilgan ahvol ostida shar'iy siyosat nuqtasidan ish bajarganimi afzal. Endi ulamolar shu bir narsa yo'lda tepib olgan bo'lsa, shuni ilish qandoq degan masalada xilma-xil fikrlarni bergan bir qism ulamolar uni ilib to'ntish maqsadida olsa bu durust, mustahab debdi. Ba'zilar vojib odamniki ilib shuni to'ntishi debdi. Ba'zilar yani olmaslik kerak, olmagan yaxshi degan qarashlarni qilgan. Eng yaxshisi buni hamda shu to'ntish maqsadi bo'lsa, o'zining qalbidan, nafsida o'zidan amin bo'la olsa, yevitishdan o'zini saqlay olsa, bu odamniki shu ililish yaxshi. Agar qisal nafsining kendine kirib ketib ashulab qolsa, qo'yib qo'ygan yaxshi deb. Bu qarash bakrak kuchlik bu yerda. Ammo bu odam omma ketib qolsa, bu masalan buzilib ketadigan, yo'qolib ketadigan avval bo'lib qolsa, buni elib to'ntib egisiga topgan qadar bersa, bu nihoyat ajrli yaxshi bu hamda. Savol so'rgan odam yana debdi. Undan yutib ketgan qo'ychi ya Rasululloh debdi payg'ambarimiz. O senin ya başka bir buradarının yoki bo'rining haqqi deb shundoq degan. Demak bu yirtqich hayvonlar tezlam o'lab ketalaydigan bunday kichik tipdagi turdagi hayvonlarni tutib, sen uni o'zingda foydalansang bo'ladi, yoki boshqa odamlar foydalanishi mumkin deb payg'ambarimiz bundan ruxsat qilgan hamda.